Bugungi darsimizda sizlar bilan videodagi obyektlarni ishlatib videodan olib tashlashni bir boshdan ko'rib chiqamiz. Ya'ni sun'iy intellekt bo'yicha ishlashni boshlaymiz. Buning uchun birinchi navbatda Kling dasturidan kirib olamiz. Keyin Kling 01 platformasidan kiramiz. Endi 0 da ishlash uchun pastda plyusni ko'rsatib qo'yibdi yana. Bu yerda qaysi obyektimizni videoda yo'qotadigan bo'lsak, shuni tashlab olishimiz kerak. Birinchi navbatda. Hozir galeriyaga giraman-da, o'zim xohlagan videomni tashlab olaman. Video загрузка bo'linchasini biz prompt tayyorlab olamiz. Uning uchun programmadan chiqib turamizdan ChatGPT ga giramiz. ChatGPT ga girdik. Bu yerda biz yozishimiz kerak bo'lgan promptni tayyorlab olamiz. Birinchi navbatda demak, atadigan ishimiz obyektni videoda yo'qotishimiz kerak. Biz buyruq berishni boshlaymiz. Masalan, qarangcha buyruq beriladi. Menga Kling 01 dasturi uchun prompt yozib ber deymizdan pastda ikki joy tashlab turib o'zbekcha yozamiz. Xo'p. Videodagi shini o'chirib yuborsin. Xo'p, yana shunday yozib oldik. Keyingi navbatda biza qo'shimcha beradigan narsalarimiz 9 ga 16 formatda da bo'lsin. Ranglar asl holatida qolsin. Xo'p, shuni yozdik. Tak, shu promptni yoz. Ketdi. Xo'p, hozir bizlar endi bu inglizcha formatda ko'rsatib beradi. Mavzumizga taalluqli bo'lmagan so'zlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun hisob e'tibor berishimiz kerak. Inglizcha tushunmasangiz, bu narsani o'zbekchasini ham Google Translate da perevod etib olsak bo'ladi. Tak, shuni kopiya etib olamiz. Kopiya etamiz. Xo'sh. Klingga giramiz. Istavit etamiz bu yerga. Yana tushdi. Aytganda yana bir narsa, meni Telegram kanalimga girsangiz, podpischiklarim orasida tasodifiy tarzda bir odamga $5 tashlab beraman. Ya'ni sun'iy intellektni ishlatish uchun shaxsiy hisobidan $5 sovg'a etaman. Sun'iy intellektda xohlagan videolaringizni yasashingiz mumkin. Hech qanday shartlari yo'q. Xo'p, demak 96 bo'ldi. Ya'ni 96 kreditda ishlaydi ekan bu videomizni. 8 sekundlik video. Xo'p, bu yerni ko'rsak, avtomatik 8 sekund bo'lib qoladi. Chunki videomiz 8 sekundda, bu ham avtomatik 8 o'tadi. Buni o'zgartirmanglar. Tushunarlar? Original videoni chap bo'lsa shu. Tangani, ya'ni narxini o'zgarishi videoning sekundidan kelib chiqib o'zgaradi aslida. Xo'p. Tak, auto qo'ydik. Bu yerda turadi. Buni o'zgartirib bo'lmaydi ekan, chunki bu yerda 9 ga 16 da beramiz buyruqni. Bu o'zi tabiiy holatdan 9 ga 16 bo'lib chiqadi. Agarda bu variantni 2 xil, 3 xil, 4 xil kerak bo'lsa, bularni qo'shishingiz mumkin. Masalan, 2 xil variantni qo'shadigan bo'lsak, bu qimmatlaydi. Yana tushunarlar? Yana 100 na kredit ustiga qo'shiladi ekan. Shuning uchun bizga birdan yetadi. Bo'ldi, tayyor. Xo'sh, videoning ovozi kerakmi, yo'qmi? Yo'q, ovozi kerakmaydi. Olib tashlaymiz ptichkani. Ovozini olib tashladik yana. Tayyor, hammasi tayyor bo'ldi. Bu joyni beklab turamiz. Tak. Boshqa joy qolmadi. Xo'p, endi analizga bosamiz. Ya'ni o'sha yashil tugmasini bosishimiz kerak. Tak. Jarayon boshlandi. Getdini. Endi biroz kutib turamiz. Где-то 3 minutdan. Xo'sh, yana ko'rib turganingizdan video tayyor. Mashin boradi. Hozir biza sun'iy intellekt bo'yicha videoda mashinani yo'qotib tashladik. Bunday kadrni neda montaj etishni, neda ishlatishni o'zingiz yaxshi bilasizlar. Ko'pchilik shu vaqtgacha mashinani kadrini yo'qotish bo'yicha
Yani hatalıklar bilen, defektler bilen işlep yurgan edi. Endi hozir montajda mesela speedrumpda botluklar yani dalaning ustunda mashina paydo etish dim oson va sifatli realniy chiqadigan bo'ldi. Videoda sizga yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Albatta YouTube kanali, Instagram va Telegram kanali obuna bo'lishni yoddan chiqarmang.